Rektor dorixonasi qayerda? Rektorgami? Keling mana, bu yoqda. Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Xush kelibsiz. Sizlarda Javohir Ilyos o'g'li degan domla ishlarmish deb eshitdim. Shu odam ustidan arz qilib keldim. Xo'sh. Domlamiz nima ayb ish qilibdilar? Shu ayblari yashab turgan ikki xonali uylarini sotmayaptilar-da. Tushunmadim. Men Javohir domlani ukasi Abdulhay bo'laman. Yaxshi, xush kelibsiz. Mana 10 yildirki Javohir akam siz rahbarlik qilib turgan ushbu universitetda ishlayaptilar. Ishlari sizga ma'qulmi? Javohir domla o'z sohasini olimi hisoblanadi. Mas'uliyatli, kasbini yaxshi ko'radi. Eng muhimi, halol odam. Mana shunday odam nima ish qilgan bo'lishi mumkin? Shuni tushunmayapman. Shukr. Xullas rektor domla akamga deb to'rxonali uy sotib olgandim. Ushbu uyni universitet nomidan deb hadya qilib bersangiz. Abdulhay aka, ochig'i sizni tushunmayapman. Bir arz qilib keldim deysiz. Bir to'rxonali uy berishim kerak deysiz. Sal tushuntiribroq gapiring. Men akamning fe'lini juda ham yaxshi bilaman. O'zini, mehnatini ortidan kelmagan biror narsani qabul qilmaganlar. Agar ushbu to'rxonali uyni universitetdagi xizmatlarim ortidan, kasbim ortidan deb bilsalar, juda ham xursand bo'lardilar-da. O'zi-ku shundoq ham xizmatlarining mevasi bu. Bizni ham akam o'qitgan. Ochig'i juda kutilmagan ish. Siz olimlarni, o'qituvchilarni shu darajada hurmat qilibsiz. Umid qilamanki, sizning farzandlaringizdan ham ko'p olimlar, ziyolilar chiqadi. Ochig'i universitetimizning o'qituvchilariga, umuman ustozlarga yana ham yaxshiroq sharoit qilib bera olmayotganligimizdan doim xijolatda yuraman. Rahmat sizga. Baraka toping. Mana bu hujjatlari. Mana bu kalit. Rahmat. Salomat bo'ling. Yaxshi odamlar hali ham